mağdıran bir maşını ki ne bu? İşe arası mı içtik mağdı bunu olur? Ne bileyim asıl mağdırandı. Ne oldu? Vay be bulanç kendini Kılyar bulancı. Vay kollak keral dedim. Vay uşu. Ya toxta. Vay uşu. Uy, ne bo'ldi? Nima ayolingni keyin kirib olding? Uy, ayolingizga keyin kirib olmadim men. Rost gap qildi o'tir ha. Uy, rost. Rost gap qilaman. Ben qo'rqarsizlikka qo'yib men tushuntiray. Voy, men ayolingizga keyin kirib olmadim. Men o'zimning bir narsa yutib ketganda, shuni izlab meng'amadim men. Siz qo'l takizdimi? Ya özüm qo'rqib shu. Ha, yo'lingga. Qiziq hakida bu. Sarangmi nima? İşten. Yıldız yapıldı.
Men eshitmadim emas. Men intan yaxshi odam qarang. Mening ot chopni men turgan shuni kelib qolgandim. Ot chopanoga qarang. Bizning uydagilar aqli chiqadigan odamlarga berib tutib qarang. U aqli chiqadigan odamlar uddilaklar sizning men uyga tashlab qo'yapti. U chopanboga intan mun chopanda. Shu chopning og'in kelgan chopanni epasingiz ekesam. Ha meningki. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Qarang. Oyog'imni ishtog'i olib yatan. Tishlab yetib qarang. Shunga oyoqdan bizni bergan bo'lsangiz, kiyib olsam bo'pti-ki. Ala, oyog'imni. Rahmat sizga. Qarang. Machapamoga qarang. Bek muhim chapan bu. Bu chapanmoga uzun yillik tarixiga gidigan bu chapan. Bu chapanmoga tepag'ini intan qo'shib. Bu chapanmoga sizni men uy to'sib turayurdi. Lekin mening ekitkim yaxshi qarang. Bu chapanmoga alarmet chapan. Rahmat. Ada adam aykara yekpayakdagi ishtinim ishtirgan. Bana racbe. İşin racbe. Zanlık ketkinim müştek turib. Karaden ayırgan batak gibi. Adaş pek moda kişi mi bu ya? Biz meyatından başlamışlar ki baksak bu kadar küçük mü? Kip bakalım ya. Ne de adamlar var? Yüzden keyinci qarmaydı. Zanlık ketkin. Saram. Lay lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ay. Lay lay lay. Xotun. Hey xotun. Qansa? Hey xotun. Hey, qani sen deymi tuz chiqa? Mana chopanni deb keldim. Qara, yuzimni qo'y. Balki mana
Ne bo'ldi? Аңа чек-чикле карап турсаң го. Ey, Xotin, sen saqmı ya? Pulni tepkensem, hoş olmay, yığlab yürüsen go. Endi degine, maqbul nereden paydo bo'lib qoldi? Nereden paydo bo'lib qoldi edi go? Bu o'zimizning pulga bu. Burun pulumuz yo'qdi. Tuyuqsizlik paydo bo'lib qoldi bu pul. Sen bizni puldan qisib, kimga yig'ib bermoqchisan bu pulni? Voy bu, qiziq gap qilding xotin sen. Bu kimga yig'ib berma? Shu oilamiz uchun chiqqan pul bu. Pul yig'sam bu, ha? Pul yig'sam bu mushundaq yig'amsan? Mush eski chapanning ichiga shuncha ola pulni tiqamsan? Hey, sen mende yoshirib pul yig'sam, men qo'shib ketamanmi? Shuncha yildan beri bizni puldan qilsam, pulga zar qilsam, ushaqga qilsam, pisiqlik qilsam, cho'paylik qilsam, bo'pti bir tal bolam bor ekan deb men uyga chidab keldim. Bugungi kunga kelgan vaqtda, hey, ata bugungi kunga kelguncha men bir mo'jam pulni sendan bir so'roq hashlab baqdimmi? Mavida, men sening xotiningmi yoki bola boqadigan bola boqchimi? Bo'ldi to'ydim. Menchi, opamning uyiga ketdim. Ey xotin, necha yildan beri birini och qo'ymay, guldek chiroyli beqib kelyapman-ku. Niyetin durust bo'lgan bo'lsa qara, menda yoshirib pul yig'maydim. Ha? Menda yoshirib pul yig'ib, boshqa xotinni olmoqchimisan? Hey, bankka qo'ysam omamda bu pulni? Ey xotin, bank degan bog'i ishonchlik emas. Anam ko'mgan, atam ko'mgan, umrimda bir qatim ko'rib boqmagan odamga mushunchalar pulni tutqizib qo'yamdimi? Hey jenim xotin, appa xotin, qara, men gapimni anglamamsan. Gap degani javobni izlabman. Mavaydu talay qitimlab shundoq jiddiy pul lozim bo'lgan vaqtda bir mo'jam pul ashib qashlay demaysan. Hey, bu pullarni buga oshkor bo'lib qolmagan bo'lsa, go'ringa ketamdan. Hey! Ha? Gap qilmasam, ajab cho'gindakla qaynab ketding ha? Ha? Bugun kichiklarning ajab bir chiqib ketdi ya. Hey, men sana deb qo'yay. Ma chapanni eshqib tashlab etgandan keyin gap qilmasam, ajab bir so'zlayversan-ku. Nim demakchi? Gap qila, zodi nim demakchi tem. Hey, nim demakchi o'g'limchi? Hozir deb bermasan ha? Hey, mashni ajab o'ylasam kallamdan faqat o'tmaydi. Shuncha yildan beri bizni pulga qissa. Uymush o'tkizgan pul zar olgan kunlarimni o'ylasam, ma qo'sqim bog'i esilib mingtaga olib ketdi meni. Voy, bo'ldi. Mening sarqacham to'shdi. Voy, dod chiqqanga, men sen bil ajrishima, opamning uyiga ketman. Rast ketamdimi, saran xotin? Ketmay albatta. Ey, pa uyingda pulni kanta shaqashtirib. Bilal, ay Bilal bolam, mama, momamning uyiga ketimiz biz. Voy opam, ishkimiz kelsak, dadam yolg'iz qiynalib qolmamdi. Voy, ey bolam, dadangni puljiq, kanta shaqir hashlab olsin. Ey, xotin, ey. Mo'jandab otaydu, anglig'im bilgan. Ehtimol baratni hammanglar ko'rgan. Atudin katgacha boy bo'lish xiyolida. Pul tepish ko'yida yurgan. Qimmatga qaridab chiroyi o'ngan. Arzonning kaynidan chapqa yugurgan. Barat haybarat tashdin chin barat. Kippak bermas chashqanga barat. Bixil barat. Baratning işi az kaldı canında
qilmagan ishi atidan katgacha boy bo'lish xiyolida qattidu beshining ichi ham teshi Baratning sirrini bilmaydi kishi